Noyabr oyi o'rtalarida O'zbekistondagi bir nechta yirik uyali aloqa kompaniyalari 1-dekabrdan e'tiboran tariflar qimmatlashishini ma'lum qildi. Bu esa jamoatchilik orasida e'tirozlarga sabab bo'ldi. Operatorlarning bayonotiga ko'ra, narxlarni ko'tarish xizmat sifatini yaxshilash va tarmoqni kengaytirish zarurati bilan bog'liq. Foydalanuvchilar esa amaldagi tarif narxlarining o'zi ham ko'rsatilayotgan aloqa va internet sifati bilan mos kelmasligini ta'kidlab, tanqidiy izohlar qoldirgan. Shundan so'ng Raqobat qo'mitasi o'rganish ishlarini boshladi. Agar kompaniyalar o'zaro kelishgan holda narx oshirayotganiga ishora qiluvchi alomatlar aniqlansa, tegishli choralar ko'riladi. Mazkur xabarlar fonida Kun.uzga ham iste'molchilar o'z talablarini aks ettirgan holda ko'plab murojaatlar yubordi. Ularda eng ko'p ko'tarilgan masalalar haqida to'xtalamiz. Ayni paytda eng ommabop kompaniyalardan biri UzMobile'da mavjud tarifingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, eng arzon taklif 55 ming so'mdan boshlanadi. Ucell'da ham xuddi shunday 55 ming so'm. Bu ma'lumotlarni Kun.uz muxbiri suhbatlashgan kompaniyalarning operatorlari ma'lum qildi. Beeline'da bu miqdor 60 ming so'mni tashkil etadi. To'g'ri, yuqoridagi kompaniyalarning ayrimlarida arzonroq variantlar ham yo'q emas. Lekin buning uchun siz imtiyozli toifadagi fuqaro bo'lishingiz yoki yangi SIM karta xarid qilishingiz kerak. Murojaatchilar esa xohlagan paytda ulanish imkoni bo'ladigan 15-20 ming so'mlik bazaviy tarif rejalar bo'lishi zarurligini aytmoqda. Men 6 yildan beri UzMobile SIM kartasini ishlataman. Ayni paytdagi tarif rejam Mobile Mini. Oyiga 45 ming so'm to'layman. Shu bilan birga Uztelekomning Wi-Fi xizmatini ham uyimga ulaganman. Majburman, chunki mobil internet sifati juda yomon. Wi-Fi uchun oyiga 150 ming so'm to'layman. Bir muddat oldin narxlar oshdi. Oldin 132 ming so'm edi. Ishxonada ham Wi-Fi bor, shu sabab mobil internet trafik deyarli sarflanmaydi. Tarif reja orqali menga taqdim etilgan umumiy limitlarning 10% dan ham foydalanmayman. Imkon bo'lganda 10-15 ming so'mlik arzonroq tarifga o'tgan bo'lardim, deydi murojaatchi. Murojaatchilar jiddiy e'tiroz bildirayotgan jihatlardan yana biri kompaniyalar pulli ko'ngilochar xizmatlarga abonentni uning roziligisiz ulab qo'yishi bilan bog'liq. Sizdan so'ramay yoqib qo'yishadi. SMSga kirib o'qib ko'rsangiz, ko'rdingiz. Bo'lmasa kuniga 2000 so'mdan hisobingizdan pul yechaveradi. Qip-qizil o'g'rilik deya post qoldirgan iste'molchilardan biri o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Boshqa bir mijoz ham xuddi shunday xizmatlar bir necha bor o'chirtirishiga qaramay, yana yonib qolaverganidan norozi bo'lgan. Kun.uz bilan bog'langan yana bir vatandosh mobil internetdan foydalanayotgan paytida ekranda spam, reklama bannerlari paydo bo'lishi, ularni o'chirish uchun X tugmasini bosgan paytida esa SIM kartasiga SMS kelayotgani haqida yozgan. Unda qandaydir kontent xizmatiga ulanish haqida xabar bo'lgani, detalizatsiyada esa 449 so'mdan 2999 so'mgacha mablag' yechib olinayotgani qayd etilgan. Oxirgi paytlarda mobil aloqa kompaniyalari megabayt, SMS va daqiqalarni oshirayotgani vaji bilan narxlarni qimmatlatishga o'tib oldi. Iste'molchilarning bir qismi buni foydalanilmaydigan xizmatga majburlash sifatida baholayapti. Oyiga 10 ta ham SMS yozmaydigan, jami 3 soatdan ko'p gaplashmaydigan, taqdim etilgan internet trafikining yarmini ham ishlatmaydigan qatlam bunday harakatlardan tabiiyki norozi. O'zbekistonda mobil aloqa uchun aksiz solig'i 2020-yilgacha 20% edi. Keyin 15% ga pasaytirildi. 2022-yildan boshlab soliq stavkasi 15% dan 10% ga tushirildi. 2025-yilning 1-yanvaridan boshlab esa aksiz solig'i butunlay bekor qilindi. Natijada 2025-yilning dastlabki 9 oyida o'tgan yilning mos davriga nisbatan Uztelekom 20%, Unitel 49%, Coscom 30%, UMS qariyb 45% kamroq soliq to'ladi. Ya'ni operatorlarga sezilarli yengillik taqdim etildi. Shundan kelib chiqilsa, imtiyozlar mahsulot yoki xizmat narxlari barqarorlashishiga yoki narx pasayishiga olib kelishi kerak. Amalda bu qoida O'zbekistondagi mobil aloqachilar bilan ishlamayapti.